Binafsha, qo'rg'on chizmalariga yordam kerak deganding. Bugun nima qilamiz? Metin bilan birga tunda chizmalarni tugatdik va sizlarga bir sovg'amiz bor. Oho, nima yangiliklar qildinglar? Laboratoriyada ishlab o'tirganimda Metin keldi. Ajoyib g'oya aytdi. Tabiatni himoya qilish uchun velosiped bilan uzoq masofalarga bora olmasligimizni tushunib yetdim va ishga kirishdik. Har birimizga alohida mashinalar qurdik. Shunaqa gaplar aka. Voy, rostdanmi? Mashinalar qanday xususiyatlarga ega? Qachon ko'ramiz? Shoshilmang. Qo'rg'onga borganimizda ko'rasiz. Balki hozir ko'rarsiz. Nima bo'ldi? O'rmon janubiy qismida yana kimdir chiqindilar tashlab ketibdi. Yana-ya, nima uchun? Nega odamlar top-toza joyga axlat tashlashadi? Daraxtlarga zarar yetmasidan oldin o'rmonga borib chiqindilarni tozalashimiz kerak. Yaxshi, undan oldin qo'rg'onga kirib o'tamiz. Voy! Tabiat himoyasiga olg'a qahramonlar!